eshak jillida silamasangiz ochilmaydi mana bu qarang. Bitta silavorasiz, keyin ochiladi tutgan ichiga. Keyin sekin ichiga ochib, o'tirib xohlagan ishingizni qilaverasiz. Ya'ni maza qilib haydayverasiz. Mercedes EQE 350 Plus'i. Ya'ni Plus'i zapas xodi ko'p bo'ladi. 600 km realniy yurib beradigan. Bunaqangi navorot, shunaqangi yumshoq elektromobil hisoblanadi. Mercedes'ga bu rosa gazim nezi bor ekan bo'ladi. Qarang, bu avvalgi Burmester o'rta konsollar, monitorlar, dizayn yorvorgan tarkibga degan qara. Mercedes logolari shu qadar ko'p. Voydo, polni panorama и probegi 28 ming ekan. Yili ham 2024 ekan. Bu yoqqa keling. Mana shu krilo bilan eshuda faqat bundoq qilsa suv bergan joy ochiladi. Ha, mana shu krilochasi bilan shu yangi detal, kraskasi bor, original detal taqilgan ekan. Unaqa serioznik udara yo'q ekan hech qanaqa. Shuni hisobiga narxi bilasizmi, 41300 ga srochniga bosvorsiz bo'ladi. EQE 350 ni 2024 28 ming probeg holatdagi bosvoringiz